Ishtixon shahri Xalqobod mahallasi markaziy trassadan 30 metr ichkariga kirganimizda umumiy maydoni 8 sotixdan iborat korobka holatdagi 6 ta xonadan iborat xonadonimizni, ya'ni korobka holatdagi xonadonimizni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Pastdagi nomerlar xonadon vakillarining nomerlari, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Umumiy summasi $40,000 o'tib beriladigan joyi bor. Albatta bemalol murojaat uchun telefon qilishlaring bo'ladi. Xonadonimizning tashqi fasadi va ichki holatlarini qurilishi qolgan, o'shaning uchun bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xonadonimizning dokumenti 100% toza, gaz suvdan muammosi yo'q. Juda ham qulay lokatsiyaga ega joy, markaziy trassaga juda ham yaqin, bog'cha, maktablar juda ham yaqin va eng asosiysi arzon summaga 8 sotixdan iborat korobka holatdagi xonadonli bo'lib qolishingiz mumkin.